Mana shu uchastka 1.6 sotuv maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin kamida 50 ta 60 ta mehmonni bemalol sig'dira oladi. Nima uchunligini videoning oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Biz Nazarbekga kelganmiz. Nazarbek postidan 3,5 kilometr o'tganda Mustaqillik ko'chasida mana shunaqangi chiroyli patkruch uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Eng zo'r tarafi oldi alohida devor bo'lib tushgan 3 ta mana shunaqa uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi keladigan bo'lsak, 40 yillik darvozaxonamizga bitta mashina bemalol sig'adi. Letniy kuxna va zelen zonani ko'rdinglar. Binoga keladigan bo'lsak, birinchi etaj kirishimizda kichkinaroq hol va koridor bilan boshlanib, chap qo'lda bizda kuxna joylashgan. Undan keyin xonamizda katta zal mehmonxona, birinchi etajni o'zi uchun va bundan tashqari bitta umumiy sanuzil va bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajimiz ham mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi va uni o'zida bizda 3 ta xona joylashgan. Bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzil bilan birga, bitta bolalar yotoqxonasi va yana bitta yotoqxona va bundan tashqari yana bitta umumiy sanuzilga ega bo'ladi. Va podval qismiga keladigan bo'lsak, uni o'zida ham katta mehmonxona zalni ko'rishimiz mumkin. Nima uchun 50-60 ta mehmon sig'ishini endi tushungan bo'lsanglar kerak. Va bundan tashqari podvalda o'zida bitta garderobniy xona va kotyolniy xonalarni ham ko'rsak bo'ladi. Uyimizda polniy cho'pli pol qilingan va radiator tizimida isitiladi. Boya ko'rganlaringdek 3 ta patluch holatda. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolasharsizlar bo'ladi. Mana shu uchastka 1.6 sotuv maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin kamida 50 ta 60 ta mehmonni bemalol sig'dira oladi. Nima uchunligini videoning oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Biz Nazarbekga kelganmiz. Nazarbek postidan 3,5 kilometr o'tganda Mustaqillik ko'chasida mana shunaqangi chiroyli patkruch uchastkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Eng zo'r tarafi oldi alohida devor bo'lib tushgan 3 ta mana shunaqa uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi keladigan bo'lsak, 40 yillik darvozaxonamizga bitta mashina bemalol sig'adi. Letniy kuxna va zelen zonani ko'rdinglar. Binoga keladigan bo'lsak, birinchi etaj kirishimizda kichkinaroq hol va koridor bilan boshlanib, chap qo'lda bizda kuxna joylashgan. Undan keyin xonamizda katta zal mehmonxona, birinchi etajni o'zi uchun va bundan tashqari bitta umumiy sanuzil va bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajimiz ham mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi va uni o'zida bizda 3 ta xona joylashgan. Bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzil bilan birga, bitta bolalar yotoqxonasi va yana bitta yotoqxona va bundan tashqari yana bitta umumiy sanuzilga ega bo'ladi. Va podval qismiga keladigan bo'lsak, uni o'zida ham katta mehmonxona zalni ko'rishimiz mumkin. Nima uchun 50-60 ta mehmon sig'ishini endi tushungan bo'lsanglar kerak. Va bundan tashqari podvalda o'zida bitta garderobniy xona va kotyolniy xonalarni ham ko'rsak bo'ladi. Uyimizda polniy cho'pli pol qilingan va radiator tizimida isitiladi. Boya ko'rganlaringdek 3 ta patluch holatda. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolasharsizlar bo'ladi. Mana shu uchastka 1.6 sotuv maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin kamida 50 ta 60 ta mehmonni bemalol sig'dira oladi. Nima uchunligini videoning oxirigacha